Sara Gio qalamiga mansub Mard binafshalari romani shunchaki yengil sevgi qissasi emas. Bu yo'qotish, tushkunlik, o'tmish sirlari va hayotni noldan boshlash haqidagi juda ta'sirli asardir. Bosh qahramon Emily Uilson muvaffaqiyatli yozuvchi va baxtli ayol edi. Lekin birdaniga uning hayoti ostun-ustun bo'lib ketadi. Eri unga xiyonat qiladi va ajrashadi. U ijodiy inqirozga uchraydi. Ortiq yoza olmaydi. Ruhiy tushkunlikdan qutulish va qalbidagi og'riqlarni unutish uchun u Xidbi orolidagi xolasining uyiga qochib ketadi. Orolga kelgach, Emily o'zi tushgan xonadagi eski shkafdan 1940-yillarga oid qizil muqovali sirli kundalikni topib oladi. Asarda ikki davr bugungi kun va 1940-yillar parallel ravishda ko'rsatiladi. Ikkala davrdagi ayol ham xiyonat, yo'qotish va sinovlarga uchraydi. Agar siz sirli voqealarga boy, emotsional va mutolaadan so'ng ruhingizda yorug'lik qoldiradigan kitob qidirayotgan bo'lsangiz, Mard binafshalari aynan siz uchun.